Menga aytishadi, "Voy qatdan olasiz kuchli. Kuch qatdandir olinganda, ishoning meni mundaq qilib surib turib, o'sha kuchdan borib allaqachon kimdir olgan bo'lardi." Beamr tikon kirmaydi, hamma narsa Allohdan. Ko'zimizni ochib yumishimiz ham bor-ku, Allohdan quvvat bo'lmasa, uni ko'zimizni ochib bekita olmaymiz. Nimaiki bo'lsa Allohdan. Alloh nasib qilmasa, hech kim hech qachon nima deydi, eshak bozoriga dallol bo'lmas ekan, ha? Shunaqa gaplar bor. Shuning uchun nima bo'lsa Allohdan la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deymiz. Allohim quvvat bersin. Bo'ling, aman